Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. 3 ta mashinamiz tayyor bo'ldi. Surxondaryo viloyatiga chiqib ketyapti, Angor tumaniga. Bu ham klientlarga xudo xohlasa ketyapti. Birinchisi turgan mashina retro Rolls-Royce eskicha ko'rinishi. Toyota 200 ga Land Cruiser, uchinchisi 1122. Buni rosa ko'p videosini qo'yganmiz YouTube kanalimizga. Bizga video ko'rishdan oldin zo'r degan like tugmani bosib qo'yishni unutmanglar. Videoda ko'rsatilmagan boshqa mashinalarimizni ko'rmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdagi poisk tugmasidan haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozib turib kanalimizni kuzatsanglar bo'ladi. Va bu yerda ko'rsatilmagan mashinalarimizni o'sha yerdan qidirib tanlab olsanglar bo'ladi. Hammasini narxlar bilan yozib qo'yganmiz. Bugun ham xudo xohlasa narxlar bilan aytamiz. Birinchi mashina bu retro ko'rinishdagi Rolls-Royce. Retro ko'rinishdagi Rolls-Royce. Old oblisovkalar yonib turadi. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Ikkita chetdan chiroqlari, faralari yonib turadi. Balonlari 4 ta motor joylashgan, atroflari balonni oq rangda, o'sha 60-yillarni ko'rinishi videoni bergan. Ichlari diskalari yaltiroq bo'lib chiqadi. 4 ta balon tortadi, bitta akkumulyator sidenaning tagida joylashgan. Ichki salonlari qaymoq rangda chiqqan. Bu yoqda tablolari joylashgan, bu yoq tarafda vidlari, yumshoq eko-xo'jalik sidenasi. Bitta o'rindiqli, 7-8 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan. Ikkita chetdan eshiklari ochiladi. Ko'rasizlar. Bundan tashqari pult bilan ham pedal bilan ham boshqarsa bo'ladi. Pedal bu yerda joylashgan va bu yerda ham pedal bor. Buni sababini hozir tushuntiraman. Mashina 70 kilogacha yuk ko'taradi. Orqa tarafdan ko'rinishi ham juda chiroyli chiqqan. Xo'p, orqa bagaji ham ochiladi. Narsasini qo'ysa bo'ladi orqaga bagajiga. Va undan tashqari, hop, buni olib turib, bagajini olib turib, orqa machasiga qo'ysa ham bo'ladi. Orqa machasiga qo'yadigan bo'lsa, bitta yoshi kattaroq odam o'tira olsa bo'ladi mana. O'zim o'tirib ko'rsataman buni. Og'irlik yaxshi ko'taradi, yuk ko'tarishi. Oyog'imni ikkita chetga qo'yib turib, pedal bor, o'zim ham boshqarsam bo'ladi. Agar farzandim bo'lsa o'tkazib qo'yib, taxminan 65-70 kilo atrofida bo'ladi. Yoshi kattaroq odam iloji boricha kamroq minsa, shu 15 yoshgacha bo'lgan bolalar o'tirib turib, haydab mana yuryapti. Yurib ketadi. Nazorat qilib o'zi ham boshqarib tursa bo'ladi yoki pult bilan ham boshqarsa bo'ladi. Mana bu yoqdan chiroqlarini o'chirib qo'ysa ham bo'ladi, knopka bilan ham, pedal bilan ham yuradi. Mashina juda chiroyli chiqqan. Juda chiroyli ko'rinishda. Bu demak qora, bardoviy, qaymoq aralash chiqqan. Buni qip-qizil rangi ham bor, bardoviy rangi. Bu yo'llari ham qizil bo'lib chiqadigan. Keyingi mashinamiz Toyota 200 ga Land Cruiser. Chiroqlarini ko'rasizlar. Buni ham videosini juda ham ko'p qo'yganmiz. Chiroqlari oldidan yonadi, balonlar 4 tasi tortadi. 4 ta yumshoq rezina balon 30 kilo atrofida, uzoq 35 kilo atrofida yuk ko'taradi. Ikkita sidena bitta bo'lib ketgan. 7 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan. Pult bilan, pedal bilan ham yuradi. Bu yerda knopkalar joylashgan. Hop, bakoylari ichida, endi yangi yig'ilgan. Orqa chiroqlari ham yonib turadi. Bu yerda demak bagajchasi bor, zapaskani o'rniga qo'yilgan. Mashina juda ham chiroyli chiqqan. Buni qizil rangi ham bor, qizillarga oladigan bo'lsanglar. Oxirgi videomizdagi mashina bu 1122 modeldagi pikap. 1166 modelli kattaroq bo'lib chiqarilgan varianti. 3 kilo atrofida yuk ko'taradi. Pastiga bamper tagidagi tumankalari ham yonadi. Oldi chiroqlari yashil rangda, atrofida oq rangda LED terilgan. Tepa oynani tepalarida ham chiroqlar yonadi. Ikkita o'rindiq bitta bo'lib ketgan. Balonlar yumshoq, katta, shiroki rezina balon, diskalari ham alohida ishlov berilgan. Ichki salonni ko'rasizlar. Buni ham pult, pedal orqali boshqarsa bo'ladi. Va undan tashqari bunda orqada pikapga o'xshab bagaji bor. Orqasini ochib qo'ysa ham bo'ladi. Narsalarni solib qo'ysa bo'ladi bunga. Xo'p, buni orqa machasiga qo'yib turib, ustiga bitta odam o'tirib olsa bo'ladi. Bemalol ko'tarib olib ketadi. Amortizatorlari joylashgan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Amortizatorlari juda ham yaxshi ishlaydi va orqa balonda katta ikkita motor joylashgan. Shuning uchun ham 100 kilo yuk ko'taradi. Orqa chiroqlari ham yonib turadi ikkita chetdan. Va ikkita tarafdan eshiklari ochiladi buni ham. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Telefon raqamlarimiz 99 kodi bilan 817 77 47. Koreya Rossiyadan turibmiz, zakaz bersanglar bo'ladi.